Bayramlardan keyin achchiqqina mastava hammaga yoqib tushsa kerak. Har doimgidek qozonga yog' solib, piyozlarni qizartiramiz va ketidan qo'y go'shtini qovurg'alarini solib, yaxshilab qovurib olamiz. Taomni yana ham xushbo'y qiladigan sarimsoqni unutmaymiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan pomidor va tomat pastasi bilan yana bir 2-3 daqiqa qovuramiz. Qovurilish jarayonida esa tuz, murch, paprika va kashnich urug' solib, ketidan mayda to'g'ralgan kartoshka va sabzilarni solib, yana 2-3 daqiqa qovuramiz va ustidan yetarli darajada suv solib, lavr yaprog'i bilan kamida 1,5 soat qaynatamiz. Shirali bo'lib qaynagan mastavamizga mayda to'g'ralgan ko'katlar, 2 xil bulg'or qalampiri va pomidorni solib, yana 10 daqiqa davomida qaynatamiz. Birinchi bo'lib kosaga alohida pishirilgan guruchdan solib, keyin ustidan mazali mastavamizdan quyamiz va albatta qatiq bilan tanovul qilamiz. Bizga esa yoqimli ishtaha.